izingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Men Mahmudova Dinara Maqsudbekovman. 1999-yili 36-san maktabni bitirdim. Hozirda Agrobank Urganch filialida bosh menejer bo'lib ishlayman. Men shu holatni tanlashimda, hayotda o'z yo'limni topishimda meni ustozim Zumrat aka katta to'g'ri ustozi. O'zimni o'zgartirgan ham, meni adabiyot, ona tili adabiyotga mehr qo'ydirgan ham shu ustozim bo'ladi. Hayotda yo'l topishim shu ustozimni o'gitlari, saboqlari menga katta yordamlaydi. Yaxshi o'quvchilarni chiqaravergaysiz. Tabriklayman ustoz. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi? Assalomu alaykum. Men Jumanazar Shohbek Otaxonovich 1982-yilda tug'ilganman. 89-yil 1-sinfga 38 sonli maktab bordik. 96-yil yuqori sinfimizda Urganch tumanida 36 maktabda o'tib, 99-yilda maktabni a'lo baholar bilan tugatdik. Maktabda sinf rahbarimiz Sharif Bozimov aka ustozimiz sinf rahbarlik qildi. Orasida ta'lim tarbiya ko'rdik. Jonko'r ustozimiz haligacha mana ko'plab yuzlab shogirdlar tayyorlayapti. Hamma chiqargan shogirdlari, o'quvchilari yaxshi kasblarda, yaxshi xudolar bilan mehnat qilib kelayapti. Yaxshida, ustoz yaxshida. Assalomu alaykum. Men Abdullayev Sarvarbek Nazarevich 1982-yil Urganch tumanida tug'ildim. 1996-yil Urganch tumanidagi Egan Mahimov nomidagi 36-umum o'rta ta'lim maktabining 8-B sinfi Sharifa Zumrat aka sinf rahbarlik qiladigan sinfga o'qishga qabul qilingan. 1999-yil o'sha maktabni 11-B sinfini yakunlab oliy o'quv yurtlaridan o'qishga qabul qilingan. Sharifa Zumrat akamizni 1-oktyabr ustozlar murabbiylar kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.